xursandchilik bilan oldim. Rozichilik bilan men xursand bo'lib ketdim. 50 ming so'm to'lashdi. Jonbek, jinalik qilmasdan rozichilik bilan men Ber bola. Ol endi. Nechasini ukam? 39 danmi? Qo'chqormi? 3 million 900 dan birga o'tib ketyapti. 7 tami aka? Ha, 7 tasi. O'tmadi. O'tilmadi. 12 baraka bo'ldimi aka? Gap yo'q, 12 million so'mga ku baraka o'tib ketyapti mana. Qancha bo'l aka bular? 2ovmi? 18 dan bo'ldi mana shunaqa. Qo'chqor sovuq. Bitta qo'chqor. Gap. Nech puldan bo'ldi akam? Qancha? 3,5 bo'ldi do'stim. Mana chiroyli qatiriga. 3,5. Videoda bosh chiqyapti. Qo'chqor Boshda chiqsin, ha. 3,5 dan ketdi akalar. Qo'l sovuq aka. 7 million. Bo'g'oz 7 million. Aka 46. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi oshdoqa? 6 million. Sog'lig'i ko'yam. Qancha bo'ldi endi bola aka? Bola qancha bo'ldi? 71. Bola sog'liq Qo'chqor 7 million 100. Ikkita qo'chqor, bitta sog'liq. Qancha beryapti? 10 million? 11 million savdo bo'lyapti. Ikkita qo'chqor, bitta sog'liq. 200 qo'shib bering. 10 million. 10 million to'g'ri pul beraman, ko'yini ko'tar. 10 million ekan, 10 million savdo. 10 million savdo. Rovno. 200 qo'shib bering. Yo'q, o'zingiz qashajida bu. Ikkam 7 bo'ldi. Ikkam 7 qo'chqor. Qancha bo'ldi so'g'liqlar hozir tog'a? Puldan bo'ldi? 73. 73. Ikkovi ham sog'liq. Ha. Gapi ko'paysin. 73 o'pti ikkovi. Jup. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Inshaalloh sizlarga bugun Andijon viloyati Sharafon tumani Xoldambek Xo'ja qo'y bozoridan qo'chqor, so'g'liq narxlarini, sotilganlarini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Hurmatli chorvadorlar, niyatimiz sizlar uchun bo'lyapti. Birdan like bosib qo'ying. Like bepul birdan bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun mana bozordan chiroyli qilib, qo'y bozoridan chiroyli qilib narx-navolarni yoritib boramiz. Bugun hafta kuniga 30-iyun bo'layapti, haftani seshanba. Har seshanba shu yerda qo'y bozori bo'ladi. Katta. Bilganlar biladi. Mashina savdosi bo'lyapti. Kamga bo'lsa ham yo'qotaman meni. Bilmayman. Qancha aka? 7,5 million. 7,5 million Turkiyaga savdo bo'lyapti mana. 7,5 million. Kilolari bir 95 atrofimizga. Agar 100 kilo kelib olar, Alloh biladi. Bo'ylari ham bir 90 plus. Savdo bo'layotgan berilmayapti. Qo'llarni ham savdo. Gapim olib qo'y deyapman. Mencha gapiryapman, sen tushunmayapsan. Ikkovi ham sog'liq. 50 ming so'mni qo'ldan nima keladi? Uka bo'ldi aka, sen xursandmisan deb qo'y, xursandchilik bilan oldim. Rozichilik bilan men xursand bo'lib ketdim. 50 ming so'm to'lashdi. Jonbek, jinalik qilmasdan rozichilik bilan men bo'ldi. Baba sizdan qancha umtoz aka ishonavering aka. Xursand bo'lib berdik, orimay ber oldim. Aka mendan ko'p foydalaning. Lekin men qo'y so'rasam berasanmi? Qarang. O'ta kapitalik qilasan. 4 million 700 ming ke 10 million 550 ming. 3 million 700 ming bor u yerda deyapman. 8 million 400 ming bor u yerda. Men senga aytagini beraman. Shagirtda bor-da. Bor. Sen olib borib berasan mashinaga. Yo'q, 10 million 500 ming bor. Mashinaga yaxshi berasan. 10 million 500 ming so'm ikkovi baraka bo'ldi mana.
10 million deyapsiz, kami bor aka. Qaysi baraka bo'ldi aka hozir? O'cha kichkinarog'i. Aka 10 million bermadik. Mash qo'shqorimiz baraka yo'qdi. 8 million 300 ga baraka bo'ldi turishi. 100 kilo atrofida ekan kilolar aka. 100 kilo. 100 kilo kilos atrofida ekanda. Qancha akam? 83 mingdan. Kiloga 83 ming so'mdan. Savdo bo'ladi mana shu qo'shqorimiz. Bermayapmiz. Qancha bo'ldi uka bular? Qancha? Sovliq qo'chqor. 100 ming so'm kam 7 millionga baraka yo'q qo'chqorlar. Ikkovmi? Mono bilan mono 7 million 300 ming so'mga baraka yo'q qo'chqorlar. Bular ham 60 plus. Bular bu baslar 60 plus. Ukalar yaxshi bo'pti. Savdo bo'lyapti. Bizdan bu. Qancha akam? Yashinda metrga men. Hayda olarsiz. Nechtani? 4,5 millionga bering. Yo'q. 5 tasi. Sog'liq bular. Sog'liq bular. Sog'liq ekan. Pullardan ish foyda beradi. 82 deydi. 82 ming so'mdan shu qo'chqorlarimiz baraka yo'qdi. Bozorda semiz qo'chqorlardan biri bu qaranglar. Boqqanga rahmat. Bunchalik qilsa oson emas. Ko'ramiz hozir shular kerak ekan. Voy maşallah. O'g'aylar. O'z semiribdi. 221 kilo. 221 kilo. Rahmatulloh akamika. Aka nech bundan bo'ldi qo'chqorimiz? Brus 4 kilo. Brus 4 kilo. Qancha bermayapsiz? 7 yana pul berdi. Yo'q, 8 ga beraman deb, ashuni qo'yib berdik. 7,5 savdosi bo'lgan, 8 ga beraman degan. Yosh tog'amiz kelishamay turibdi. Brus 4 kilo kelib turibdi mana. Qancha bo'ldi qo'chqor? Sog'lom. 77 kilo. Qancha bo'ldi? O'z tortib qo'yishgan. 77 kilo. Qo'chqor qancha bo'ldi ekan? Brus 9 kilo. Brus 9 kilo. Nech puldan bo'ldi akam? Yo'q. Sotilmagan, qiziqchi olgan. Brus 9 kilo. Bu akam aytmaydi, o'zi bilan turibdi-da, aytmaydi. Adashmasam desam aytamikan. Oldingizmi aka? 93 kilo. 93 kilo. Tushib qolyapti oyog'i. 93 kilo. Aytgisi kelmayapti pulini. Ber. Ber bola. Ber. Olyapti. Nechasini ukam? O oldi 200 savdo qilsa. Nech puldan oldingiz aka? 4,8 ming. Ikkita. 4 milliondan 8 millionga 2 topdi. Shuning ichida. Halla bo'ladi hozir ichidan.
Biz puldan bo'ldi Hojdog'a. 4 million 200 dan. Baraka bo'pti. Qo'shqorlar. Gap yo'q. Yaxshi bo'pti. Bo'ylari 1.65 70 atrof bo'lsa kerak. Bo'ylari. 4 dan 8 dan. Mana birinchisi 4 million. Shunaqadan ikkita ekanda. Jam qasqasiga savdo bo'lyapti. To'rttaga bo'lyapti. To'rttasiga 5.5 dan. 5.5 dan savdo bo'lyapti. To'rttasiga 5.5 ga ololman deb, 5.5 dan bering deyapti. 5.5 dan bering deyapti, 5.5 dan olmayman deyapti. Qo'shqorlar. Qasqasiga hozir. To'rttacha tanlab oladi. Qancha bo'ldi qo'shqor aka? 81. Kiloga 81 dan. Kiloga 81 ming so'mdan baraka bo'pti shu qo'shqorimiz. Ko'ra bir o'ziga 5 ta. Ko'ramiz, ta'min qilyapmiz. Chorvadorlar. 81 ming so'mdan baraka bo'pti. Saysan 1 ming so'mdan baraka bo'lgan qo'shqor. %13 kilo keldi. Saysan 1 ming so'mdan. Navbatdagi qo'shqor. 88 kilo. Nech puldan bo'ldi? Hali bo'lgan. O'z tortib qo'yadi.